Voy bola, buni znachoyga charchabdi-yu. Klassический avtomobil sotuvga olib keltirdim. Mercedes-Benz W211 2003-yil 112 modifikatsiyali 3 yukli объемli dvigatel. To'g'risi aytsam, kuzovga umuman savol-javob yo'q. Lekin hozir salon ko'rsataman, salonga ozgina mehr berish kerak. ikkinchi qator sostoyaniya ko'rishingiz mumkin. O'zini zavodskoy qo'jalari turibdi. Oldi qator sostoyaniya, dvernoy kartalari ham yaxshi, sideniya ham o'ziniki turibdi. Minusi hozir u yoqda ko'rsataman. Mana minus tomoni, mana bu dvernoy kartani, mana bu отделенияsi yo'q va mana shu joyini tekkan kasal bilasizlar. Ko'p 211 da sinadi. Botda ham singan ekan, lekin bu ham отдельно sotiladi, bu ham отдельно sotiladi. Avtomat korobka Tiptroniklari bilan двухзонный klimat kontrol, отдельно test monitor qo'yilgan, multirul zavodskoy, cruise limit kontrol. Endi probeg haqida aytmoqchiman. Bu o'zi davlat auksionidan sotib olingan mashina. Menga aytishlari bo'yicha probeg tabloda 550 ming yozilgan, lekin bu probeg oldiga aylantirgan ekan mush. O'shaning uchun probeg rovna yarmi turibdi. Demak 270 ming kilometr probeg. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 12300 ga berib yuboramiz. Ozgina xarajat qilinglar, skaska mashinani haydaysizlar.